Kecha mashinalar faqat yo'lni ko'rar edi. Bugun esa kelajakni his qiladi. Avval ular shunchaki harakatlanar edi. Endi esa sizni tushunadi. Bu shunchaki yangilanish emas. Bu harakatni yangi ma'nosi. Bugun biz sizlarga yangi Li Auto avlodini taqdim etamiz. Bu muhandislik va zamonaviy texnologiyalarning yangi bosqichi. Yangi tizimlar mashinani tirik makonga aylantiradi. U eshitadi, ko'radi va sizning uslubingizga moslashadi. Li Autoning texnologiyalari haydovchidan o'rganadi, vaziyatni tahlil qiladi va yo'lda ishonch hissini yaratadi. Har bir tizim bir maqsad uchun ishlaydi. Sizni tushunish uchun. Li Autoning yuragi yangi Nvidia Tor protsessori. U millionlab ma'lumotlarni tahlil qilib, har bir harakatni aniq va so'zsiz boshqaradi. Hesay ATL sensori 200 metrgacha masofani ko'radi. Tunda ham, yomg'irda ham va hatto tumanda ham. Yangi Li Drive tizimi yo'ldagi vaziyatni his qilib, haydovchiga to'liq ishonch beradi. Salon yangi Smart Space tizimi asosida. U sizning kayfiyatingizni sezadi, so'rovlaringizga javob beradi va odatlaringizga moslashadi. 4 ta ekran, AR ko'zoynaklar, kinoteatr, o'yinlar va karaoke hammasi bitta joyda jamlangan. Yordamchi sistema iqlimni, yorug'likni va musiqani avtomatik tarzda moslaydi. Dolby Atmos ovoz tizimi bilan har bir tovush jonli eshitiladi. Hatto sukunat ham lahzaga aylanadi. EREV Extended Range Electric Vehicle yangi energiya tizimi, ya'ni dvigatel g'ildiraklarni aylantirmaydi. U energiya yaratadi. Mashina doim elektrda harakat qiladi. Sokin, tejamli va ishonchli. Aqlli generator batareyani yo'lda o'zi quvvatlaydi. To'liq quvvat bilan 1400 kilometrgacha yo'l bosib o'tadi. 20% dan 80% gacha quvvatlanish vaqti atigi 25 daqiqa. Bu energiya yo'qolmaydi. U sizning ritmingizda yashaydi. Li 6 shaharda harakat tarzi, yengillik va aniqlik. Li 7 sayohat ilhomi, erkinlik va uzoq yo'llardagi kuch. Li 9 oilaviy flagman, kenglik, qulaylik va muvozanat birlashgan yagona makon. Li Auto insonni his qiladigan texnologiyalar. Hissiyot orqali harakatlaning. Li Auto endi rasmiy O'zbekistonda.